Yangi xizmatchi o'rganmasin. Bizga oshpaz kerak. Qarindosh emas. Nega hech kim telefon qilmayapti? Telefonni berdik-ku. Ustigacha Matluba amma boru o'sha kelini bilan har kuni yo'lim poylaydi. Otangiz majburlab uzatganmilar shunda? Nega unaqa deysan qizim? Biz bir-birimizga ko'ngil qo'yib turmush qurganmiz. Qizimni qassobxonaga yuborganday har yili tug'ruqxonaga tashiysan. Sen va opang shu nikoh tuzib kelishib olgansizlar. Mardikor xotin. Nega unaqa qarayapsan? Axir shifo Allohdan-ku qizim. Xudoga tavakkal qilamiz ikkovimiz. O'zi ketadi. Hech qanaqa hunar ko'rsatmasak ham. Dushman bizni charchog'imiz. Bir-birimiz emas akalar. Ering seni ming marta qo'yib yubormoqchi bo'ldi-ku. Nega yopishib olasan? Xolam men uchun onadek. Haqoratlardan, xo'rlashlardan, urushlardan qotib ketganman. Qizim, bu muolajani erimdan o'rganganman. Mana hozir qo'limni giyohli suvga botirib, seni massaj qilaman yuzingni. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ko'zda qon aylanishini quvvatlaydi. Seni ingichka ko'z tolalarini uyg'otadi, harakatga keltiradi. Aya, menamchi o'zgarishni sezyapman. Voy, Qanaqadir issiqlik bordek. yaxshi. Avvallari hech ham bunaqa bo'lmagandi. Bu yaxshi belgi bolam. Erim aytar edi. To'g'ri qilingan ko'z massaji ko'zdagi qon tomirlarini harakatlantiradi. Men buni ko'p bemorlarda sinaganman. Ilohim seni ham ko'zlaringga shifo bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Ha, Yaxshimi? Yoqyaptimi? yoqayapti. Rahmat. Demak, yaxshi bo'lyapti. Iya. Yo'l bo'lsin. Qayoqqa? Men ketmoqchiman. Yo'limni to'smang. Menga hech narsa kerak emas. Faqat ketsam bo'ldi. Qo'rqmang. Sizlar haqingizda gap tarqatmayman. Qayoqqa ketasiz? Xohlagan joyimga ketaveraman. Sizga nima? Xizmatkor bo'lib kelib, nechmarta o'g'irlik qildingiz? Nima endi qochib ketyapsizmi? Men o'g'irlik qilganim yo'q. Siz bu uydan ketadigan bo'lsangiz, bizni yomonlaysiz. Men bu uyni o'g'liman. Haqoratni ko'tara olmayman. Siz hozir bizni yuzimizga oyoq qo'yib ketmoqchisiz. Yo'q. Menga qarang. Agar yana bir qadam qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu uydan siz o'ligingiz chiqadi. Odamlar o'zini osib deyishadi. Buning uchun esa men 1 soat vaqt ajrataman xolos. Tushundingizmi? Qani endi ishingizga tez qayting. Ey Xudoyim. Endi nima qilaman? Demak, oying Gulnora opani ishdan haydamoqchi bo'lganda, lekin Gulnora opasiz bu uy. Gulnora opasiz bu uy qozoni yo'q oshxona.
Shunaqa. To'g'ri. Zarina, bilasanmi? Bugun men bir narsani angladim. Nimani? Seni onang faqat pulga ishonib qolgan. Hamma narsani pul bilan hal qilishga urinadi. Mashina pul, xizmatchi pul, mehr pul. Nodir aka, bilib turibman. Men ham xafa bo'ldim. Lekin nima qilsa ham u meni onam. Men ularni baribir yaxshi ko'raman. Bilaman, yaxshi ko'rasan. Men ham hurmat qilaman. Lekin Gulnor opa tog'da yovvoyi o't o'lanlar bor. Ular aslida hammasi dori. Aya, men ham ajoyib hidlarni sezyapman. Yoqimli ekan-a? Mana shu o't o'lanlardan uxlayotganingda yoningga qo'yib qo'ysang, o'zi ham senga kuch beradi, quvvatlantiradi. Unda ketayotganimda bir xalta shulardan berib yuborasiz-da, xonamga qo'yib qo'yaman. Albatta qizim, albatta beraman. Aytgancha, qizi Marjona homiladormasmi mabodo? Yo'q, hali. Esingda tursin. Ketayotganingda bir damlama beraman. Tug'ruq paytida ichirasan. Dardini yengillashtiradi, oson qutulib oladi. Mayli. Yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa ko'zing tuzalib ketsa-chi, seni o'zimga shogird qilib olaman. Mayli. O't o'lanlarni qanday qilib saralashni o'rgataman. Hamma o'zim bilgan narsalarni senga o'rgataman. Xudo xolasa. Senimcha, meni qizimdek bo'lib qolding, negadir. Menimcha, yoshligimda Imom Nazarimga yordamlashib, hamma o't o'lanlarga qarab yurardim. Qizig'i, ularni o'rganishga fursat yetmas edi. Sengacha o'zim o'rgataman. Yana qishlog'imga qaytib kelasanmi? Ha. Bahorda kelgin, xo'pmi? Hamma yaxshi dorivor o't o'simliklar bahorda bo'ladi. Birga kelamiz, qizim. Endi qizim bo'lding-ku, menga yordam berasanmi? Albatta. Albatta yordam beraman. Qizim. Ha, Hoshimjon aka. Nanay qishlog'i deysizmi? Aniq ko'rishibdimi? Bo'ldi, xo'p. Nima? Qumsoydagi chol qo'ng'iroq qilgan ekan. Hop. Nanay qishlog'ida bir ayolni ko'rganmiz. Ko'zi ojiz deb aytishibdi. Unda darhol yo'lga tushaylik. Nimaga Borishimiz kerak. Boraylik. Ketdikmi? Ketdik. Yuraylik. Ketdik. Boraylik aka. Shu safar aniq topamiz. Topamiz. Ketdik. Shokir aka. Sizga bir gapim bor edi. Gapir, nima gaping bor? Farzandlaringiz menga kun bermayapti. Malika menga tuhmat qildi. O'z qo'li bilan sirg'ani qo'yib, siz olgansiz deb menga tuhmat qildi. Men bu narsalarda mutlaqo aybsizman. O'g'lizam kechasi menga jonimga xatar solmoqchi bo'ldi. Men bu narsalarga chidolmayman. Iltimos, ruxsat bersangiz, men ketaman. Meni farzandlarim meni qonimdan bo'lgan. Sen bo'lsa kecha kelding. Bugun ularni yomonlayapsanmi? Meni o'g'lim seni joningni xatarga soldimi? Ha? Meni kelinim senga tuhmat qildimi? Shunday.
Men yolg'on gapirayotganim yo'q. Ey xizmatchi. Aslida o'zing yomonsan. Men 2 yillik xizmat haqqingni kelining bilan ukangga berib kelganman. Nima? O'shaning uchun menga ruxsat bering, men ketaman degan gap ikkinchi og'zingdan chiqmasin. Agar yana shunaqa deydigan bo'lsang, men seni bu ostonadan haydamayman. Mana shu ostonaga ko'maman, qo'yaman. Tushundingmi? Endi bor, ishingni qil. Bor dedim. Aya. Aya. Ha qizim, tinchlikmi? Aya. Nima bo'ldi? Shu yerdaman bolam. U bu joying og'riyaptimi? Nima bo'ldi? Aya. Shuncha vaqtdan beri mana endi birinchi marta qanaqadir ko'z qovog'imda holatni sezdim. Voy, Ko'z oldimda bir nur sezdim. Qizg'ish, voy, uzun nur edi. Robiya, bu birinchi belgi, bolam, birinchi belgi. Tabriklayman qizim, tabriklayman. Men buni kutgan edim. O'zingga shukr. Shukr. Menimcha chin qalbimdan Allohga shukr aytaman bolam. Ko'rasan hali qizim, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Faqat sabr qilsang bo'ldi. Muolajani davom ettirishimiz kerak. Qara, natijasi bo'lyapti-ku, sekin-sekin. Aya. Men sizga rahmat aytaman. Xo'p. Men sizni oldingizda qarzdorman. Hech ham. Oldin ko'zlaring yosh ko'radigan bo'lib qolsan, keyin rahmat etasan. Yig'lama bolam, yuragimni siqmagin. Bo'ldi, xursandchilik yoshlari. Shunaqa degina. Voy. Yenge? Marjona. Jongina. Men shoshib turibman. Keyin gaplashamiz. Xo'p? Lekin bugun qochib qutulmaysiz-da. Ko'zi ko'rmaydigan odamni uydan ketishga majbur qildingiz. Xo'p, nima uchun shunaqa qildingiz? Ayting, sababi nima? Menga qara. Bu-chi g'it tuhmat. Buni Gulbahor qilgan. Gulbahor esa militsiyaga sizning ismingizni aytgan. Gulbahorga kim maslahat bergan? Siz? Ey, menga qara. Marjona. Ko'chadamiz. Bunaqa gaplarni gapirmagin. Qo'shnilar eshitadi. Eshitsin. Butun mahalla eshitmaydimi? Bir umr oyimga dushman bo'lib keldingiz. Men esa bu uchun sizni umuman kechirmayman. Yanga. Bugun ham qochyapsiz. Lekin bir umr qocha olmaysiz-ku. Sizni baribir tutaman. Bugun ancha uxlading-a? Ha. Tog'ni havosi yaxshi-da. Mirqib dam oldim. Yaxshi. Qani, ushla. Dasturxoningni ol. Mana shuni ichib olgin. Ichaver.
Achura, lekin ko'zingga juda ham yaxshi shifo bo'ladi. Bismillah. Ich. Bismillahirrohmanirrohim. Achchig'i ekan. Achuv dedim-ku, lekin ichaver, ich. Lekin ichimda qanaqadir bir issiqlik taraldi. Ha. Shu damlamalar meni sog'aytirarmikin? Voy, shoshilma qizim. Mana shu dorivorlardan qanchadan qancha odam shifo topgan. Sabr qil. Aytishadi-ku, sabrni tagi sariq oltin deb. Bir kunmas bir kun tuzalib ketasan, xudo xolasa. Aytganingiz kelsin. Qani ichi qol. Achchiq bo'lsa ham oxirigacha ichishing kerak bolam. Chida. Hech narsa qilmaydi. Tuzalib ketasan hali, xudo xolasa. Oxirigacha ichib olgin, xo'p? Ichi qol. Oyim tuzalib ketsalarda. Tuzaladilar albatta. Biz duo qilib o'tiribmiz-ku. Xudoyim mehribon, hammasini eshitadi. Oyim seni mendan ham ko'proq yaxshi ko'rib qolganlar. Sen bu oilani bir butun bo'lishiga sabab bo'lding. Kutib qolmadinglarmi? Doktor, nima bo'ldi? Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Xavotir olmanglar. Endi bemorga tinchlik kerak. Oilani ehtiyot qilinglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat sizlarga ham. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Duolarimiz yetib bordi. Malika! Zaynab! Zaynab! Ha? Qani? Tinchlikmi dadajon? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qani pullarim qani? Nima? Qanaqa pul? Kim oldi? Qanaqa pul? Xonamdagi pullar qani deyapman. Ha, dadajon. Men bir narsa ko'rdim. Sizga aytsam gunoh, aytmasam yana gunoh. Gapir. Haligi pullaringizni yangi olib kelgan xizmatchingiz oldi. Gulbahor oldi. Nima? Gulbahor? Hey, to'xtang shu joyda. Bu bo'lmagan gap. Dadasi, pullaringizni mana bu kelin oldi. Nima? Voy. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Pulni quti bilan olib chiqdi. Keyin Gulbahori xonasiga kirib ketdi. Lekin pulsiz chiqdi. Ko'rdim. Dadajon, oyim yolg'on gapiryaptilar. Bu ayol meni yomon ko'radi. Xo'sh, sen qayerdan ko'rding? Men ertalab o'choqqa o't yoqish uchun vaqtli chiquvdim. Shu payt bu o'tib ketdi. Dadajon, bu tuhmat. Bilasiz, bu ayol meni yomon ko'radi. Voy, Shu uyda ana bu xizmatkori qoldirmoqchi. Shunaqami? Shunaqa qilmoqchisiz a? Malika! Bo'ldi. Yetar endi. Shuncha paytgacha indamadim. Sabr qildim, toqat qildim. Shuncha qilgan haqoratlaringizga, ustimdan kulishingizga tishimga qo'yib chidadim. Lekin bir begunoh ayolni tuhmatga qoldirishingizga yo'l qo'ymayman, qarab turmayman. Hali shunaqami kelin poshsha? Bu bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap dedim-ku sizga. Dadasi, menga ishoning. O'z ko'zim bilan ko'rdim, ishoning. U ayol begunoh, Gulbahor begunoh. Ha, bizda bir ko'z ojiz kampir bor, lekin u tug'ilganidan beri shu qishloqda yashaydi. Ha, mayli. Rahmat sizga. Xo'p. Aka. Uymas ekan. Aka, umid qilishdan to'xtamaylik. Qishloqni oxirigacha aylanamiz.
Habbul akamlar ham qidiryaptilar-ku. Hmm. Ketdik. Yuring. Qon bosimingiz yana ko'tarilibdi. Menga bir narsa aniq emas. Nega 2 martadan bola tushyapti? Bu shunchaki tasodif emas. Buni sababi aniqmi? Tekshirtirganmisizlar o'zi? Doktor, shuni tekshirib, yaxshilab aniqlab bering. Mayli, qancha pul ketsa ham, qayerga borish kerak bo'lsa ham mayli ayting. Endi bu safar bu bolani o'lik tug'ilishiga chidolmayman. Unda kengroq tekshiruv kerak. Har ikki tomonni ham ota-onasini genetikasini tekshiramiz. Shu paytgacha hech kim tekshirmaganmi? Tekshirishgan, ko'nglimiz to'lmagan. Demak, shundan boshlaymiz. Ha, yana bir savol. Avvalgi 2 safar ham bola qachon tug'ilgan? 9-oyga to'liq to'lganmi yoki oldinroq tushganmi? Har safar 8-oyga borib mana shunaqa bo'ladi. Bu juda muhim ma'lumot. Bir xil vaqtda takrorlanishi bu tasodif emas. Menga eringizni qon tahlili ham kerak. Uni ham olib keling, xo'p? Ha. Olib kelamiz. Qanday qilib bo'lsa ham Oybekjon olib kelamiz. Siqilma bolam. Men hozir yozib beraman.